Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Space Author. Bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda open case qilamiz. Xo'sh. Video zapisi yo'qmasdan Royal Pass olib qo'ydim. Xo'sh, undan tashqari Royal Passda ancha narsa berdi. Ko'rishingiz mumkin. Ana endi qurollarni qo'yib chiqsak. Kimga shunaqa ishonchli va tez san'at xizmati kerak bo'lsa, bemalol Telegram kanaliga o'tishingiz mumkin. Telegram kanal bioda bo'ladi. Mashinalarga kelsak, mototsikllar. Bizda ikkita kristal bor ekan, ikkita kristal. Menga eng skin yo'qdi. O'rgan yuziga hozir ko'zini oltini skinni ochamiz, open case qilamiz. Birinchi Malisam prokatga, ikkinchisiga bu Royal Pass'dan. Hop. O'yiniga yetmasa kerak. Material yetmasa kerak. Nima bu? Voucher qutisi. Nima tushadi? Тебе надоели мои слова. Моя жизнь мне теперь нипочем. Электричество все отключили. Про меня и тебя все забыли. Комментарий yazıp ketamiz. Так угасла вся наша любовь. Shunaqa videolar zerikarli bo'lmasligi uchun orqa fonga qo'shiq qo'yib yuboraman. Zerikarli bo'ladi, boshqa streamerlar ham boshqalar ham open case qilganda qo'yadi, ko'rganman. Yetdi. Qanday hozirki bittasini ochdim-ku. Mashimada yo'q. Yo'q, ana ekan. Bitta ochamiz. Kerak bo'ladi bozor open case'ga bular. Bundan ham olib qo'ying. Faqat shuni olaylik. Okey. Ana endi 716 skin kerak. Bu emas. Mana shuni open case qilamiz. Bunda taktikalar bor. Taktika galaktika qilib ochamiz. Nolisiga. Хрущевки мы вдвоем и тесно, кофе выпитай, все, что вижу, мотылёк, дым от сигарет, потусневшие цветы, в которых запах твой, ты оставила мне их. Хрущевки мы вдвоем и тесно, кофе выпитай, все, что вижу, мотылёк и дым от сигарет, потускневшие цветы, в которых запах твой, ты оставила мне. Я помню те вечера, мы жили в хрущевке вдвоем. Моя жизнь мне теперь
Зажег все последние свечи, так угасла вся наша любовь. Те вечера Операция. жили в хрущевке вдвоем. Тебе надоели мои слова, моя жизнь мне теперь не пошла. Электричество все отключили, Сол. про меня и тебя все забыли. Я зажег все последние свечи, вся наша любовь. Bizi. Vay düşmedi. Ufa düştü. Var nihoyat. Oxirgisi. Oxirgisi edi bu. Xudoga shukr. Mana tushdi. Necha X bu bizda? Yo'q. Bundan bu. Xo'sh, bundan. Yaxshi. Taktika galaktika. Taktika shunday qilish kerak ekan. Men xato qildim, chunki X bosish kerak edi. X bosdim men. O'zi aslida nimani bosish kerak edi? Biletmaydi. Adminni bosish kerak edi. Xo'sh, material olamiz albatta. Material olamiz. Nechta material beradi? 3tami? Mayli, olamiz. 3ta material. Xo'sh, 3ta undan qolib baribir kerak emas. Buni olaveramiz. Tamam. Wow. Вообще omadli. Qani kuchaytiramiz endi. Katta material kerak ekan. Xo'p, katta material kerak. Shundoq o'tib katta material qilib bo'lmas ekan, afsuski. Xo'p, yana bitta qilaveramiz. Mayli. Hozir emas albatta. 24. Buni qo'yamiz, buni qo'ymasa bo'lmaydi. Yaxshi. Хрущевки мы вдвоем и тесно, кофе выпитай, все, что вижу, мотылек и дым от сигарет. Bizda 12 ta bundan bor ekan. Xo'sh, bularni ishlatmaymiz. Bularni ana bu sandiqqa ishlatsak, agar gibi qani ishlataylik. Nima chiqyapti? Buni yo'q. Kimlar yo'q. Chiqyapti. Barchani ishlatsak agar, ana bularni hammasini ochib tugatgandan keyin bizga material berish boshlaydi. Hammasini 1 2 3 4 5 6 7. Xo'p, 7 ta narsa qolibdi. 7 marta ochsak agar shuni, keyin material berish boshlaydi bizga. Shuning uchun bekor ishlatib yubormanglar. Xo'p, savollarga javob bersak. Qurol ostida
qurol otishdan ko'ra graffiti balloni tezroq ochiladigan askar nima harakat keltiradi? Nihoya seviye bilmayman baribir. Xo'p. Mana shuni bosdim. Xato bor. Xo'p. 10 minut bo'lib ketdi open case'imiz. Xo'p, mana shu meni akkauntim. Nimalar qilsak bo'ladi? Menga jicha kerak. Ji. Xo'p, sababi chunki piratskiy xadoini olish uchun ji kerak bizga. 250 ta ji berdi. Xo'p, bundan ji olsak bo'ladimi? Yo'q. Yo'q. Men vashi bunga qiziqmayman. O, mana bundan ji olsak bo'ladi. 100 ta ursak hozir 1000 ta beradimi? Xo'p. Nima beradi? Nima bu? Nima beradi? Mashina nima beradi? Xo'p. Ji 1200 bo'ldi. Bizga atigi 300 ta kerak-da. Xo'p, hozir ishlatamiz bo'lsa 300 tani qaniydi? Qatdi. 300 ta. Videoni shu yergacha ko'rganingiz uchun rahmat. Podpiska bosishni unutmanglar. Keyingi YouTube kanallar bo'ladi. Hammangizga rahmat.